iflos. Aka. Tetraplagiya. Oyoq qo'l falajligi. Endi u oddiy qo'rchoq bo'lib yashash mumkin. Sizga sabr tilayman. Короче, bir hafta muhlat. Chiqib ketasizlar. Bu uy bizani nomimizda. Bo'shatib berishinglar shart. Gapiringsiz hamda erkakga o'xshab. Battar bo'lgin. Tush oldimga. Qochmoqchining hammasini menga tashlab. O'sham ko'prikdan sakrab qutulmoqchimiding, ey? O'zing yo'q qilish ham qo'lingdan kelmadi. Tomosha qilib o'tiribsan hozir. Meni azoblanishimni ko'rib. Qiynalib ketdim, ey. Qiynalib ketdim men, ey. Ey Umid. Xafa bo'ldingmi, ukam? Tur. Tur. Ey. Ukam o'tib qoldi, domla peshinga janozaga olib kelmoqchi edim. Aka, jon deb o'qib berardim ming bor, lekin safarga chiqib ketishim kerak edi. G'assol kerak edi, siz oldingizga jo'natdim. Ozgina mazam yo'q edi. Boshqa odam topinglar. Nima? Ukang hidlanib qolgan, mashinaga hidi o'tirib qoladi. Aka, yeri ko'ryapsizmi? Tosh bo'lib qotib yotibdi. Yer bermayapti, hamma yoniga olib tashladik. Xohlasangiz bitta musor to'kadigan joyimiz bor. O'sha yerga ko'morsak bo'ladi. Xohlasangiz ko'rsataman. Alloh sabr bersin. Ko'zni ko'mish bunchalik qiyin bo'lib ketdi. Kesterlik chog'ida nima ish qilganida nimaga bu darajada qiyin bo'lib ketdi? U shunaqa ish qilardiki, o'qigan ishdan o'zidan ko'ra yon atrofdagilari ko'p aziyat chekishardi. U qimor o'ynardi va qimorni hammaga targ'ib qilardi. Qimor. Yurtboshimiz shunday imkoniyat yaratib berayotgan bir paytda kitob o'qi, ilm ol, ibrat farzandlari degan ilova bor. Shundan to'g'ri foydalan, til o'rgan, dunyoni egalla. Bu yoshlarga tushunmayman-da. Buyog'ing nima bo'ldi, yog'ing nima bo'ladi?